4-chi qissam. Bu lay askarlarning ko'pligidan o'zimni xuddi Chin Shixuangning qabrisiga kirib qolgandek his qilib qoldim. Biz yana atrofda bu lay askarlardan boshqa narsalarning bor yo'qligini bilish uchun atrofni kuzatdik. Lekin atrofda bu lay askarlardan boshqa aloyidrak narsa bo'dek qilmaydi. Men boshqalarga qarab ehtiyot qilishini aytdim. Bu yerda mexanik to'zaqlar bo'lishi mumkin edi. Men hamma yerga sapsilib, noit ehtiyotchanlik bilan oldimdagi loy askarning yeniga beribla qo'rqinimdan varqirabatdim. Chunki oldimda turgan bu loy askar boshqalarga qilchi o'xshamaydi. Uning ustiga bu askarlarning eg'izi qon yuqib turadi. Men sapsilib qarasam, bu loy askar bo'lmasdan, balki bir qavat loyda o'ralgan odam jasadi edi. Men boshqa loy askarlarga qaradim. Boshqalari rostilla loy odam edi. Men Wang Wu'ni chaqirib, oldimdagi jasadni ko'rsatdim. U menga qarab, "Bu zodi nima narsa?" deb so'radi. Men burun bir kitobdan bunday dafn qilish usulini ko'rgan. Tirik odamni bir xil dorini yegizib, beyush holatga keltirdi. Ondan butun badaniga bir xil qetishma sapal suyuqlikni surkaydi. Vaqtning o'tishiga agishib, bara-bara bu odam murdig'i o'zgirib, shu qabrga kirganlarni o'ltirdi. Mana bu jasad murda. Men jasad murdini ko'rib orqamga yandim. Yana somkamga oldin tayyorlab olgan qora eshak tuyuqini qo'limga ilib, kutilmagan voqeaga taqobil turishga tayyor turdim. Men darhalla boshqalarga tevish chiqamasligini aytib, oldimda yana boshqa yo'lning bor yo'qligiga qaradim. Qo'lchiroqning nurida oldimda faqat qator tizilgan loy askarlardan boshqa narsani ko'rmadim. Men boshqalarga tevish chiqamay agishishni aytib, oldida mangdim. Yo'l boshlab, oldida mang'anim bilan qo'rqib, butun badanimdan sovuq ter chiqib o'tdi. Demasam-o, boyadan ko'ygandek jasad murdidan yana qanchasi bor? Kim biladi deysiz? Agar biroz chiqib qoladiganlar bo'lsa, orqamdan kelayotgan qahramonlarimizdan bir nima topqili bo'lmaydi albatta. Men qo'rqib yurib, qo'lchiroqni oldimdagi ko'zim ko'gidek joygacha yo'ritib, nimalarning borligini kuzatdim. To'satdan ko'zim menga tikilib turgan bir jup qip-qizil ko'zga tikildi. Men qarabla qo'rqinimdan ig'izimga gapmi kelmay qaytishni unutib qolgan edim. Uning xuddi tulkiga o'xshash chiroyiga qarab, ayni chaqda buvamni nako qilgan maxluqning shu ekanligini bildim. Men chaqmoq tezligida esimni yig'ib, qo'limdagi qora eshak to'yiqini u maxluqqa qaratdim. Boshqalar mening nima ish qilayotganligimga hayron bo'lib turishadi. Bu vaqtda Wang Wu mening qo'limni tortib, "Nima qilyapsan?" dedi. Men xuddi tushdan uyg'ongandek bo'lib oldimga qaradim. Oldimda qator tizilgan loy askarlardan boshqa hech nima ko'rinmaydi. Men hayron bo'lib Wang Wu'dan, "Bu yamqi narsani ko'rmadingmi?" deb so'radim. Wang Wu menga qarab, "Nimani deysan? Oldingda hech nima yo'q-ku. Ashu loy askarlar bor" dedi. Men hayron bo'lib atrofga yana bir qo'r qarab chiqdim. Yanala hech nima ko'rinmaydi. Wang Wu, "Sana bu qabra ta'sir qilgan o'xshaydi. Ko'p o'ylab ketma" deb mo'ramga urib qo'ydi. Wang Wu'ning oiladikilari 6 avlod temirchilik bilan shug'ullangan. Wang Wu'ning temirchilik sohasida xeyli nomi bor edi. U sal qo'pol, bir ishlarni qilganda sal qaram edi. Men esimni yig'ib, yana oldimga qarab mengishga boshladim. 10 minutlarcha mang'andan keyin oldimda yo'l tugab, bir tik ozgolning leviga kelib to'xtadim. Qo'lchiroqning nuri burunqidan ojizlashdimi, ostida nimalarning borligini belgili bo'lmaydi. Men yerdan bir tuxum cho'nliqdagi toshni ilib tashladim. Tosh uzun o'tmayla pastga tushdi. Demak, bu yer uncha egiz emas degan gap.
Bu chaqda Wang Wu Asayga orqanni ilib beliga bog'lashni buyurdi. Asay orqanni ilib beliga bog'lab tayyor bo'ldi. Biz uning qo'liga bir xanjarni tutqizib, ostiga asta serildirib tushirdik. Birdamdan keyin u "Li aka, bu yerning ostida hech nima yo'q-ki?" deb varqiradi. Bizmi orqanni muqimlashtirgandan keyin pastga seyirilib tushdik. Bu yerning osti ustiga qaraganda bir oz sovuq bo'lib, odamni surib bostiratdi. Biz hammamizning tushib bo'lganligini jazmlashtirgandan keyin o'ng tarafimizga qarab, amdili bir qadam tashlashimizga yuqoridan bir narsaning nihoyatimiz sat o'rkirgan ovozi anglanib, putimizning ostidagi yer tavrab to'xtadi. Biz hammamiz qo'rqib, bir-birimizga qarshib qaytibla qoldik. Men ahvolning yaxshi emasligini bilib, darhol oldimizga qarab mangayli deb varqiradim. Biz amdila necha qadam mengishimizga orqamizdan bir narsaning yerga tushgan ovozi anglandi. Men darhol boshqalarga qalaymaqan harakat qilmaslikni, yondagi qabr temiga choplashib turib olishni aytdim. Ammaylan darhol tomga yepishdi. Menmi qo'limga qurolni elib, tomga choplashib turib oldim. To'satdan oramizdagi bir qahramonimiz voqirg'inicha oldiga qarab yugurdi. Men to'xtatishqimi ulgurmayla oldimizdan badanidan noyitimi sesiq puroq tarqab turadigan bir gavda o'qdek yugurib o'ninga etildi. Ko'zni yumib ochqicha bizning o qahramonimizning noyitimi echinishlik varqirgan ovozi anglandi. Men qo'limdagi qurolni batlab, endi bosay deb turishimga Wang Wu qo'liga yo'g'on bir qilishni olgan holda u narsaga etildi. Boshqalarmi uni himoya qildi. Wang Wu odatda to'mirchilik qilib bolqa urg'ashqimi, u odatdagi odamlardan kuchli edi. U etilib beribla, u narsaga bir qilish urib edi. U narsa bizga qarab noyitimi sat ovozda o'rkirdi. Men amdilikda aniq ko'rdimki, bu dal boya biz ko'rgan jasad murdi edi. Uning badanidagi qetishmalay pak-pakiz tushib ketgan bo'lib, ba'zi chirib ketgan yerlardagi ustuxonlari ko'rinib turadi. Ko'zining qarchiqi yo'q. Xuddi qonda qizil. Tishlari maqdek ushliq, badbashir bir murda turadi. Uning qo'lida bizning qo'rqinchoq qahramonimizning qini chipildab eqib turgan beshi burnimizga o'limni purtib turadi. Men darhol Wang Wuga chekinishni aytib, murdiga qartib bir poy o'q o'zdim. O'q uning maydasiga tekkan bo'lsa-mu, uni hech nima qilolmagan edi. O'q bu murdini hech nima qilolmasa-mu, lekin harakatini bir oz ostiltalaydi. Biz to'xtamay o'q chiqarib, bu narsaga hujum qildik. Murdining harakatimi shunday tez bo'lib, otgan o'qimiz toza degandek joyiga tegmay yotadi. Bu vaqtda Asay to'satdan Wang Wuning qo'lidagi qilishni elib, qo'lini kesib, qinini qilishga temitdi. Men hayronlikda uninga qarab turadim. U menga qarab o'q chiqarmasligini aytib, murdiga etildi. Wang Wu ikkimiz bu ko'rinishni ko'rib, hayron bo'lib, qarshiblik qoldik. Asay xuddi kinolardagidek mollaq etib, sakrabla gump ko'rsatib, murdi bilan elishib o'tadi. Wang Wu yenimga kelib, "Bu zodi nima ish?" deb so'radi. "Men bilmayman" deb javob berib, Asayga qaradi. Uning chabdasligiga qarab, uning uzoq muddat mashq qilgan odam ekanligini bildim. Asay murdiga qo'lidagi qilishni kuchab bir urishiga murda qattiq chirqirab, bir sakrabla tomdagi bir toshning ustiga chiqib oldi. Men qurolni batlab, endi o'q uzay deb turishimga, bu murda tomda xuddi tuz yo'lda yugurganda yugurib kelganicha, kaynimizda qo'rqib nima qilarini bilmay turgan ikki odamimizga etildi. Men o'q etishqimi ulgurmay, bu ikkaylarning qonga bo'yalgan beshini umurda oldimizga pirqirtib tashlab etdi. Men g'azab bilan uniga bir poy o'q uzdim. O'q uning qoq peshonasiga tekkan bo'lib, beshi cho'lib ketgan edi. Demasam, bu qurolning o'qi bilan normal odamning beshiga ossimi cho'lib ketishi turg'anli gap.
bu murdining beshi cho'g'ilib ketgan bo'lsa-mu, lekin yanada harakat qilib o'tadi. Lekin tamg'i usib, mang'amay, yiqilib, yerda o'milab, bir narsalarga usib yuradi. Demisimi, ko'rdigan ko'zi bo'lmasa, albatta harakat qilolmaydi-da. Bu vaqtda Osay yugurib kelibla, bir qilish uribla, uning belidan ikki parcha qilabatdi. Wang Wu qo'lidagi o'tqosh bilan oniga o't yiqibmi o'lgurdi. Murda paraslab kuyib, kuliga aylanib yo'q bo'ldi. Biz o'lib ketgan hamrohlarimizning jasadini bir yerga akilib, tosh bilan ko'mib qo'ydik. Cho'ntitdagi qo'rqinchli asar Arvoh soyisi davomlashmoqda. Bu asarning to'liq nusxasini anglamoqchi bo'lsangiz, Qalbdoshlar ovoz ishxonamizning xos ovozliq asar supisi bo'lgan Qalbdosh 008 saloni va Azroil salonini qo'shib bilishni unutmag'aysiz. Salon izlash nomeri Qalbdosh 008 Azroil. Wang Wu ochiqida Qo'rqinchoqlarga qabriga tushib nima kapti? deb g'odongshidi. Men uningga bir olib etib, "Osay, sen zoda nima odam?" deb so'rdim. Osay bizga bir qarab etib, "Mening ismim Sayjillong emas. Mening asli ismim Veylong. Men Vey jamiyatidan" dedi. Men Wang Wuga bir qarab etib, "Sen zoda nima odam?" deb so'rdim. O yandagi toshda o'ltirib, bizga yana bir qo'r xuddi yangidan ko'rayotganda qarab qo'yib gapini boshladi. "Sizlar boshda qabrga kirgandili ko'rgan tom rasmlari esingladimi?" deb so'rdi. Men beshimni langishtirib uningga qaradim. "Iliq qilish ko'tirgan odam dal bizning Vey jamiyatidan" debla ozodlikdan burun moda bo'lganga o'xshaydigan xurum chapinni yeshib, maydasidagi bir do'gilak tamg'iga o'xshash bir narsani ko'rsatdi. Men yaqin berib qarab baqsam, uning ustida bir shamsharni tishlab olgan ajdarhoning shaklida bir iz turadi. Men buningga hayron bo'lib, "Sen nimishqa burun bizga demaysa?" deb so'radim. U menga qarab, "Men dastlab sizlar bilan kelganda bu yerning tulki ilohiy qabrsi ekanligini bilmaydim. Kirib, tam rasmlarni ko'rgandan keyin ondan bildim. Biz burun ko'rgan iliq jasad sanduqidagi hargizmi Lavban emas. U burunqi sening buvang bilan birga kelgan yosh yigit shu" dedi. Men hongvaqinimcha turibla qoldim. Ayni chaqda buvang qechib ketgan yosh yigitmi birga chiqqan. Lekin u buvangni yaqin atrofdagi birsiga topshirib, orqasiga qaytib berib, yiliq qoshtash eshikni izlagan. U Lavban depagan badanidagi tamg'i izining faqat qurut qo'ng'iz degandek narsalarni qo'rqitalaydiganligini noyitami kechikib his qilgan. Lekin u buni bilganda bayli kechikkan bo'lib, allaqachon tulki qo'g'dig'uchi uni sezib bo'lgan. Ham uning qechish yo'limi uzilgan bo'lib, u qabrning ichiga qechib ketib etib, heliq koridorga berib qolgan. Keyin tulki qo'g'dig'uchi uni tutib olib, beshini uzib etib, heliqi hamdabni jasad sanduqiga tashlab etgan deb menga qaradi. "Sen bularni qandoq bilasan?" U qo'lidagi bir tumarni ko'rsatib, "Bu tulki maxluqning harakatini bilishga ishlatiladi" dedi. Men hayron bo'lib, "Bu yerda bunday narsalarning borligini bilgankansan, nimishqa burilib yo'qotmading?" deb so'radim. U menga qarab, so'g'uq birni kulib qo'yib, "Sen bu ishni bakli oddiy deb qoldingmi? Biz avval tam rasmda deyilgan yushurin qabriga banit qilingan ilohiy qilishni tepishimiz kerak. Qo'limizda u qilish bo'lmasa, biz pasib ahvoliga tushib qolamiz. Chunki tulki podshoh uyg'onsa, hargizmi burunqidek ojiz bo'lmaydi. Yana shuni eskartib qo'yay. Bu hargizmi buvang paras qilgan Lubeyligining qabrisi emas. Bu yo'qolig'iniga 500 yil bo'lgan Qoshtosh 100 avliyolar dövletiga tava. Yani kelib, sen turayotgan bu joy bo'lsa, Qoshtosh avliyo podshohni qatl qilgan iblis tulki podshohining qabrisi. Asli sizlar bu joyga kelmasliginglar kerak edi. Kelgan ekansizlar. Bu mutaqdir." U menga qarab so'g'uq kulib qo'ydi. Men uningdan, "Sen nimiga asosan cho'qin bu iblis tulki choyini qayta tirildi deb qaraysan?" deb so'rdim. Bo'yamning yoki gapni qilmay o'ltirgan Wang Wu tuyuqsizda eg'izi ichib qoldi.
Men bir ishni tushunganda qilaman. Devidi ikkimiz onunğa tangla qaradık. O birdam o'ylanib turib, bu qabrdagi boshqa qo'g'dug'chi arvoh yoki ma'lum bir tulki qo'g'dug'chi degandeklarni cho'qim birsi uyg'otibdi. deb bizga qaradi. Men o'siriq gap, bu mumkinmi? Ustining ishiga etilib qoldi. Uning ustiga qabrga tushganlarning hammasi mana bu yerda turibdiq. Hayot, o'lik degandek, yana kim bu narsalarni uyg'otadi? Bu vangma? deb qopqimni turdim. Vang bu o'ylanib turib, o'ylab beqinglar. Biz bu yerga kirganda bir nuqtaga sal qaragan. U bo'lsa-mu bizning orqamizda zodi nima bor? Men bir qatim diqqat qilgan. Kaynimda bir odam bordeklar. Bir sayni ko'rgan. Lekin keyin bu yerda ko'zimga ko'ringan bo'lsa kerak deb boshqalarga deb o'ltirishning hojati yo'q deb o'ylabdiman. Lekin o'ylab baqsam, bu ish uncha oddiy emas ekan. Bizning kaynimizda cho'qim odam bor. Bu odamning bu qabri bilan yana bu maxluqlar bilan cho'qim aloqasi bor. Men turibla ko'z oldim yo'rg'andek bo'lib, bir ishni tushunganda qildim. Aziz anglag'uchilar, cho'ng tipdagi vahimalik asar Arvoh soyisining 1-bob 4-qismi mush yerda tamomlandi. Yoqtirib anglag'ininglarga rahmat.